O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. O'zbekistonda bola puli va moddiy yordam kimlarga qancha beriladi? Batafsil video davomida javob topasiz. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Agarda kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Xabarlarimizdan birinchilardan xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam kimlarga qancha beriladi? Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlashda bir nechta talablar bor. Ijtimoiy himoya milliy agentligi nafaqalar tayinlash va to'lovlarni amalga oshirishda vakolatli davlat organi hisoblanadi. Asosiy talablar: bolalar nafaqasi va moddiy yordam ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali kam ta'minlangan oilalarga tayinlanadi. Mazkur kambag'allikni olish uchun murojaatchining har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromad minimal iste'mol xarajatlari 648 ming so'mdan kam bo'lishi lozim. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlashda arizachining mehnatga layoqatli oila a'zolari band bo'lishi yoki mehnat organlariga murojaat qilgan bo'lishlari kerak. Shu bilan birga talablardan bittadan ko'p ko'chmas mulk, notarial ko'chmas mulk, yangi avtomashinasi, bankda katta miqdordagi depozitlari yoki qimmatli qog'ozlari bo'lmasligi ham inobatga olinadi. Yangi tartib O'zbekistonda 2024-yil 1-maydan boshlab may.gov.uz portali orqali bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam uchun onlayn ariza berish imkoniyati yaratildi. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olish uchun ariza berish, ularni ko'rib chiqish, tayinlash va to'lashning amaldagi tartibini saqlab qolgan holda yangi bir qo'shimcha tartib joriy etildi. Unga ko'ra, endilikda arizachi mahalla fuqarolar yig'iniga tashrif buyurib, Inson ijtimoiy xizmatlari markazi direktori nomida ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Umuman olganda har ikkala usulda topshirilgan arizalar bir xil muddatda va bir xil mezonlar asosida ko'rib chiqiladi. Qancha to'lanadi? Hozirda bolalar nafaqasi miqdori oilada 3 yoshgacha bo'lgan bir bola uchun 325 ming so'm. Eng birinchi farzand 3 yoshdan katta bo'lsa, unga 250 ming so'm to'lanadi. Keyingi ikkinchi farzandga ikki holatda ham 150 ming so'mdan beriladi. Keyingi farzandlarning har biri uchun 100 ming so'mdan qo'shib ketilaveradi. Moddiy yordam miqdori esa oyiga 380 ming so'm. Oilada birinchisidan keyingi farzandlar tug'ilish holati bor. Amaldagi tartibga binoan yangi tug'ilgan chaqaloqlar to'g'risidagi ma'lumotlar Fiqh organining axborot tizimidan onlayn va avtomat tarzda olinadi. Ya'ni fuqarolar yangi farzand tug'ilgach, bolalar nafaqasini qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilmaydi. Bola tug'ilgan sanadan ma'lumot avtomat ravishda dasturga keladi. Keyingi oyning birinchi sanasidan pul miqdori yangi tug'ilgan bolaga ham qo'shilgan holda qayta hisoblab olina boshlaydi. Eslatib o'tamiz, ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq barcha savollarga tuman yoki shaharlardagi Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi kunda mamlakatimizda aholining yordamga muhtoj bo'lgan qatlamini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor berilmoqda. Ushbu maqsadda ularga turli xil moddiy ko'maklar berib, ularning turmush tarzini yaxshilash uchun harakatlar amalga oshirilmoqda. Bu boradagi ijtimoiy munosabatlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-avgust PF 6277 sonli farmoni bilan tartibga solingan. Ya'ni bolani parvarish qilish nafaqasi oilalarga bola 2 yoshga to'lguniga qadar ularga parvarish qilish uchun beriladi. Bolalar nafaqasi xalq tilida bola puli, bola parvarish nafaqasi o'rniga
Kam ta'minlangan oilalar farzandlari uchun beriladigan nafaqa. Kam ta'minlangan oilaning har bir a'zosiga jami 1 oylik o'rtacha daromad minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan oshmagan oila. Moddiy yordam bolalari yo'q yoki barcha bolalari 18 yoshdan katta bo'lgan oilalarga va yolg'iz fuqarolarga to'lanadigan u 6 oy muddatga tayinlanadi. Bolalar nafaqasini tayinlashda nimalarga e'tibor beriladi? Oilada 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar soni oilaning kam ta'minlangan deb e'tirof etilishi, nafaqa 6 oydan 12 oygacha tayinlanishi mumkin. Lekin agarda oilaning eng kichik yoxud yagona bolasi 18 yoshga to'lgan bo'lsa, nafaqa oyning oxirigacha to'lanadi. Masalan, sizning eng kichik farzandingiz noyabr oyida 18 yoshga to'ladi. Siz esa ushbu farzand uchun bola nafaqasini olyapsiz. Uning to'lanishi noyabr oyida bolangizning 18 yoshga kirishi bilan to'xtatiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 21-oktyabr 654-sonli qaroriga muvofiq oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan jami 1 oylik o'rtacha daromad miqdori minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan oshmasa, oila kam ta'minlangan deb e'tirof etiladi. Ya'ni oilangizning rasmiy daromadi oila a'zolaringiz soniga bo'linganida bir kishi boshiga 669 ming so'mdan oshmasa, demak oilangiz kam ta'minlangan oila hisoblanadi. 2025-yilning 4-fevraldan boshlab hisoblangan minimal iste'mol xarajatlar qiymati 1 oyda bir kishi boshiga 669 ming so'm etib tashkil etildi. Oilaning bir a'zosiga to'g'ri keladigan 1 oylik o'rtacha jami daromadni hisoblab chiqishingiz misoli. Masalan, 4 kishidan iborat oilaning a'zosi moddiy yordam olish uchun 2023-yil dekabr oyida murojaat etgan. Uning daromadini avgust-oktyabr oylarida uchun hisoblanadi. Oila a'zolarining barcha daromadlari yig'indisi normativ daromadni hisobga olgan holda 7650 so'mni tashkil etadi. Oilaning bir a'zosiga to'g'ri keladigan 1 oylik o'rtacha jami daromadni quyidagini tashkil etadi. 7650 so'm 4 kishi 3 oy, 637500 so'm bu oyning har bir a'zosiga 637500 so'mdan to'g'ri kelyapti. Bu esa beriladigan minimal iste'mol xarajati miqdori 669 ming so'mdan kam degani. Oilani kam ta'minlangan deb e'tirof etish, ularga bolalar nafaqasi va moddiy yordamni tayinlash va to'lash to'g'risidagi qarorlar yagona reyestr ATIda shakllantiriladi va qabul qilinadi, deyiladi ma'lumotda.